Üçparçalık haqida qissadagi donishmandlar qatori Mo'shu payg'ambar. Sizcha kim birinchi donishmand? Qissa haqida bayon. Bu qissaga qarasak donishmandlar nihoyat ko'p. Masalan, to'rdan nurg'un muallim işte qissa tahlilchilariga qarasak har xil tahlillari bor. Masalan, men bu Zhou Wenchang, Zhou Yuping, Malo shu qatorliqlarnikini ko'p anglab, shularnikini ko'rib, anondan keyin eng to'g'rimiki deb yaqinlashgan bir tartibning tahlilini adir o'tirib qo'ymoqchi. Bu payg'ambarlikka oldingi 10 donishmand, 9-si Yuan Shaoning qo'llasidagi donishmand Tianfeng. Qarasak Yuan Shaoning mushavirlari orasida bu Tianfengning e'tiqodlari har qatim asosan to'g'ri chiqadi. Yani bu danışmanlar içinde en aldın qatar turduğu desek buldu. Kim bu yerdeki Yuan Shao daim kesip bir iş kılanmaydıgan. Nadan sel akılsız oğalık için bu Tianfeng'ni ahırda qamakka hüküm kıldı. Bunun diğerleri anlamay en ahırda hakikaten mağlup buldu. Yani bu yerde Yuan Shao karşısak bu yalğız Tianfeng emas, belek danışmanların gipini anlamaydı o. İş kılıp. 8. rüntürgün olsa Kichik Zhou Guojun dep namlagan Sun Quan'ning 4-cü çoğun tutuq begi Lu Xun. Lu Xun 21 yaşıdılar yosh turib Sun Quan'ning tutuq begi bo'lgan. Eng dastlab Lu Mingga muavin tutuq begi bo'lib berib Jingzhou'ni oldi. Shundan mı birlikte u yer yenib kelgandan keyin Lu Ming o'lib ketdi. Oxirida bu bosh tutuq begi bo'lib Liu Bei'ning boshlab kelgan 70 tuman lashkarni bir o't bilan ko'ydirib, tikkul jon ahli tan qoldirib, hatto bu yerda Kunming Sumaylami hayron qoldi. Bular o'ylamgan bunday bo'lishini. Ular bu Lu Xunni Kichik Zhou Guojun deb ta'riflaydi. Shundami? 7-rüntürgün olsa Shunyu Cao Cao'ning mushavirliklar emas, davlat ishlarini boshqarish, davlat taraqqiy qilish bu jihatimi istidoati ustun, katta bir donishmandlarning birisi. Uning ustiga bumi Cao Cao'ga boshdan oxir qo'l qanot bo'lib nurg'un to'k bilan ko'rsatdi. Bu qarsa Cao Cao'ning ko'ngilligini bek oson bilib oldi. Shunami? Nihoyat aqlli. Biroq oxirida shu bir ixtiloflar tufaylidan o'zi o'lib olishga majbur bo'ldi. 6-rüntürgünümüzde Liu Bei'nin birinci müşaviri Shushu. Qarsak Shushu'nun nihoyat iqtidorli oldin ko'rar. Shundan bu Cao qo'shinlarining ahvolini 5 qo'ldak bildi. Sauron Fanchondan o'tib hujum qilib kelgan vaqtda qanday qildi bu Sauronninki 8 qulupluq oltin qulp sepini buzib tashlayotdi. Ham yerim kechida keldigan qaytirib hujumni bilib qoldi. Shuning bilan bu yerda ham Guanyu'ni bir Fanchonlashga bir taktik ko'rsatdi. Guanyu'ni Fanchon ep bo'lgandan keyin bu Guanyu Zhangfei'larmi bu Shushuga qattiq qoyilib turdi. Biroq bu yerda Cao buni bilgandan keyin buni Liu Bei'ning qishda qoldirishga bo'lmaydi. Chuqum akchim kerak deb bir yelmikirdan ekvaldu bu yer Shushu o'zining bu aqlsizligidan nihoyat axrob bir ömür Cao'ga hech qanday aql ko'rsatmaydi. 5-rüntürgün olsa Lu Zijing, ya'ni Sun Quan'ning 2-chi cho'ng tutuq begi. Chibi urushining eng dastlabki asosiy g'alabasini Sun Liu ittifoqi. Sun Liu ittifoqining muhimligini bu yerdagi Lu Zijing birinchi bo'lib Zhouyu Zhugulianlardanmi burun his qilib bo'lgan. Shunga bular bu gapni o'ylab boqchi alli burun Lu'su qarshi qirg'oqdan o'tib Liu Bei bilan birga Sun Liu ittifoqi tuzish to'g'risida gap bildi. Shundami? Bundan keyingi qarsaqmi bu yerda Lu'su Zhouyu bilan Zhugulian, Zhouyu bilan Sun Quan bilan Liu Bei hammasining o'ttirsidagi muhim ko'vriklik rol o'ynaydi. Mushlarning munosabatini buzib qo'ymay Sun Liu ittifoqini birlashtirib Cao'ga qarshi turishdagi muhim bir ko'vriklik rolni, ittifoqlik rolni shu Lu'su o'taydi. Keyin bu yerga Zhouyu o'lib ketgandan keyin umrining oxirigacha Sun Liu ittifoqini buzmay Cao'dan qarshi turdi. Bir ömür şu Jiangdong'un emirlik için tertip köp 46 yaşında alemde yutudu. 4-rüntürgün olsa Çücü Sumruk Pangtong Pangshiyuan. Aldığımız ikisinde bu Pangtong'unki nurgulluğun artıqçılığı, kemtiligi qatarlıqlardan naat köp sözülmüş değil mi? Mayli qandaq olsun, lekin Pangtong Pangshiyuan'ninki bu istidati, danalığına qol qo'ymay amalımız yok. 3-rüntürgün olsa Jiangdong'un birinci çoğun tutuq begi Jiangdong'daki en katta o'lima kim o? Zhou Yu. Bunun en katı töküsünü Chibi uçuda Cao başlap gelgen 83 tümen qo'shinni o'zining 10 nas kuchli qo'shinni qattiq mag'lub qilib bir o't bilan jonni tan qoldirdi. Shunami? Hatta bu jangda yeni bir tarafdan bu Zhuguliang'ninki niyatini
bilib turdi. Yani o'zining qalbi qilsa, buning berib Jinjuli gelib oldiganligini. Navbat savsav qalbi qilsa, fursatdan foydalanib jongdoni besib oldiganligini. Oldin deb bo'ldi, shunga Jugulyani qattiq o'ldirib atqisi, lekin bu yerda Lusu qatorliqlarningki Sunniy ittifoqi buzmaslik to'g'risida chin turishi bilan oxirida amalsiz qoldi. En ahırda mı Jinjuni alanmay yap-yaş turib arman bilan ko'z uchiq ketdi bu Joyun. Shundami? İkinci o'rinda turdiganlari Jugulyan ve Smayi. Endi nimishqa bu ikkisini tang ikkinchi o'rin qo'ydik deganda qaranglar, bu Smayi bilan Jugulyan bizmi ko'rdik, hatto o'zim e'tirof qildim, qattiq sirdoshlar. Haqiqiy sirdoshlar birsining nima o'ylayotganini, nima qilmoqchi bo'lganligini shu jirohiya turibmi bilib turdi bular, shundami? Bu ikkisining necha yil qilgan janglar qarsak, asasen yeniş ayrılmaydı. Asasen pingün holatda bir qitim Smayi yengsa, bir qitim Jugulyan yengdi, bir qitim Jugulyan yengsa, bir qitim Smayi yengdi. Oxirida Şampangu jilg'isida bu yerda o't qo'ygan vaqtda yomg'ir yig'ib o'lmay qoldi. Smayi buzib chiqdi. Lekin bundan keyin qarsak, o'lgan Jugulyanning yog'och haykaliga yengilib qochdi. Bulup mashi Smayiga bek akib ketdi, bek akib ketdi. Bitar bek shig'lab ketdi. Bu kunmin xotin kishinin ko'ygan avatbasim kaydim. Şampangudim ölgül tas qaldım, u vaqt hech qanday numus qilmagan. Bu qitim bu Jugulyanning yog'och haykalidan qo'rqitayotgandan bek numus qildim. Kiyiklar nima deydi endi menda? Endi bu yer Jugulyan bilan Smayining istidodi, donoligini so'zilsam, bir kun so'zilsam bo'ldi. Zo'pin emas, jibuq turib so'zilsam bo'ldi. Shunami? Hammamiz bilamiz bu ikkisining donoligini. Asardagi men boya degan donishmanlarning yoki boshqa donishmanlarning qismini desak, mashinaga kirdirsak, u ma osh-oshtaqma bu deydiganlar chiqdi. Lekin shu Smayi bilan Jugulyanning dono aqlliligini desak, hech kim bilmasdi. Hatta boshqa donishmanlarning hech qaysi ismini o'qimaydiganlarmi shu Kunming Jugulyan bilan Smayining ismini biladi. Shunami? Endi birinchi o'rin turdig'ini Savsavning bosh mushaviri Goja. Lekin bu Gojami burilib ketgan, shunaqa. Lekin rastga qilsam, shu Gojani birinchi o'rin qo'yganga uzammi qoyil emasman. Tazi qoyil emas buningga. Lekin qarsak bu tarix tadqiqotchilari, bu yoki qissa tahlilchilarining hammasi qarsak bu Gojani birinchi o'rin qo'ydi. Hatta Goja ölmese Kunming chiqolmaydi, qo'rqib chiqmagan onun bilan taqdin deydigan gaplarmi bor. Bizim qarsak bu Gojaning o'lishi bilan Kunmingning taqdin chiqishi tang qoldi. Yana Smayimi shu Goja o'lib ketgandan keyin Chibirki mag'lubiyatdan keyin o'tirib chiqdi. Shunami? Endi bu yerda bu Gojani boshqa donishmanlar bilan selishtirib turib birinchi o'rin qo'ygandak, bu boshqa donishmanlar bilan sinishib bakmagan. Hatta yüz görüşüp bakmagan, biz bayağı oturup koygan mayli Lusu, mayli Joyu, mayli Smayi, mayli Kunming. Aşındaq tutsa, lekin bu Gojani shular bilan selishtirib turib birinchi o'rin qo'yganligi qiziq. Endi lekin shu ustozlarning o'zining biladigan bir yerlar bor, men tushunmagan deb o'ylab, men shuni hurmat qilgan asosda birinchi o'rin qo'ydim, chunki men shu Joyun Chang, Joyu Keng Maloq shu qatorliqlarning o'quvchisi, shulardan nurg'un narsalarni o'rganyapman. Buna ularning bu fikriga hurmat qilib, shu Gojani birinchi o'ringa tizdim. Endi sizlar bu donishmanlar qatoriga qanday qaraysizlar?